Assalomu alaykum. Aka, sizlar yana tilni olayotgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchayapsiz? Maydon ochiladi, ochilmaydimi? Yo'q, shashlik ochilmaydi bular aka. Bu foydasi yo'q. Nexus 2 lar ochilardi. Ha, Nexus 2 lar ochiladi. Ha, sovuqda plasmasli qattiq qoladi-yu. Knopkasi bor mayda. Mana shu knopkasi qattiq qoladi. Eshik ochildi deb hisoblamaydi. Vaqtdan keyin, ma'lum vaqtdan keyin kichkina bekitib qo'yadi o'zini. Shu bo'ldi-da. Pul uchun deb olib ketishgan. Ko'ngil olib keluvdi, yo'qmi uni? Bu oldidan sentrlamadan ochsa bo'ladi, oynalar yomon bo'lib ketadi-da. Bundan orqada do'rniyadi. Puntil tashrifga tushib qolgandir, menimcha. Ketdimi? Ha, bu tashrif bo'lganda. Ha. O pastga yozib yubordi. Bir bilan ikkini teng bosib yo'qoladi-da. Ekran shu holatda. Batareya ham qo'yib qo'yish kerakmi? Ha, batareya 1% qolibdi. Qo'yib qo'yganlasi. Navoda, ana solib o'tsangiz bir pas qo'yib qo'yamdim aka. Dorisi.